So'ngjan nima uchun taslim bo'ldi? Suv bo'yida nomli asarni so'zlagan vaqtning o'zida men bu yerdagi So'ngjanning nihoyat dona, rahbarlik qobiliyati nihoyat yuqori, buningdan o'rganadigan narsalar nurg'un desam, nurg'unlar bu So'ngjanni tillaydi. Taslimchi So'ngjan, kalla So'ngjan sen on deb, man deb. Undaqda bu yerdagi So'ngjan nima uchun taslim bo'lish yo'lini tanlaydi? So'ngjan taslim bo'lmasa nima ish qila oladi sizlarcha? Sizlarcha taslim bo'lmay qanday qilsuldi? Muşunu bir deb beqinglar, muşunu bir taklif qilib beqinglar tafsili. To'g'ri, So'ngjanning rahbarlik qobiliyati yuqorga, unda dana bo'lsa bu taslim bo'lib, bu yerga nurg'un birodarlarning o'lishiga, yordamlashiga, qechishiga sababchi bo'lib qoldi. Taslim bo'lmasa zoti bo'lmamdi. So'ngjanning taslim bo'lsa bundaq ikki muhim sabab bor. Buning birinchisi amaliyotda So'ngjan taslim bo'lmadi, balki ikkinchi birodar taslim bo'lgan. Kim o? Yeni Abdur Şinayan taslim bo'lgan. Endi bu degine herkes mayliq ba'zi bir donishmand pinglunşalarımızdek voy tahlil qilmasam şu Abdur qandaq yaz oshda xuldi davyan neyim deb işte şu eng yomoni şu undaq gap emas. Albatta men degan kelma bu gapni bir ancha muncha qoyil qilarlik bir tutamchiqdek bir sababi bor. Qaranglar tahlil qilib baqling. Navoda bu yerki So'ngjan, Yangshan ko'ldikilar taslim bo'lmay. Bular öz aldığı bu haqqanını ağdırıp taşlasa, öz aldığı bir hakimiyet tikilse, can qancha qalayımqan bo'lib ketay o'ylab baqdinglarmi? Ashullardan ulgi elib, yani buningdan keyingi hozirgi davrgacha bo'lgan nurg'un o'g'ri, qaraqchi, bosqinchilar shulardan ulgilib, yani qanchilgan kishilar taqi chiqib bandit bo'lib, qaraqchi bo'lib, o'zini o'zi oqlab ketay. Har qanday bir gunoh o'tkazuvchi o'zini oqlaydigan so'zi tayyor. Andaq olmasa manda qilmaydim deb. O'zi ichi jahonga, boshqalarga atadi gunani. Herkes mu o'zidan ko'rmaydi. Unda xo'p qaramas bu kitob mush qaraqchi, isyonchi, mush jinoyatchi, salbiy kishilarning bir muqaddas kitobiga bir dasturga aylanib ketdi bu subida unda xo'p qolsa, shundami? Navoda shundaq bo'lib qolsa, bu kitob hozirgacha tarqilib, avlod nashr qilinib, yezilib, to'liqlanib kelamizlarcha. Bizning qo'limizga tegami? Masalan, Jishovlarning Lyonning kinosini hammalar ko'rgan. 4 qazini qonusini rəddləydiği vaxtın özdən nurg'un bid'at kitoblarni, mushundaq zid kitoblarni ko'ydirib etilgan, yo'qitib etilgan. Hatto shu vaqtda qizdira vaqt shuni tas qoldi-ku, yo'qitib atqili. Aran qutuldirib qoldi. Ana Navoda shu Yangshan ko'ldikilarni g'alba qildimi deyli. Ular bir davlat boshqaruvdek, xalqni boy, amin, inoq qilg'idek bir iqtidor bormi savodsizlarda, osh qaraqchilarda, aş basqunchilarda, ashullar Haqqan, bek, amaldor qas xalq bayashat, xotirjam yashayolami? Likuga bir kichkina omballiq degidi qanday qildi? Boshlig'i bir oddiy masalani hal qilgan. Kineliq bo'vay kelib, "Voy, mening bal qizimni So'ngjan achiq ketdi, taqi dab o'g'itga oyajonib, chapallarini silib, paltisini ko'tarib chiqib berib, tug'un chep sundirib, qanday qildi? Shunchalik bir kichkina ish qo'yilgan o'zini bosolmay. O'ylab beqinglar, likuydimi döt, likuydimi kalva, qiyin qiziqlar nurg'unga bularning arsida. Qaranglar, bularni shu Haqqan shu jang desamlasa, bularning qo'ldan yana neyim keldi? Bular shu qirchab, burravlar o'tmasa, bular yana neyim ishni qamlashtira oladi sizlarcha? Bu yerlik Abdurning yana bir usti qalamkashlik qarsanglar, bu yerlik So'ngjan, Yangshan ko'ldikilar hargizmi Haqqanga qarshi emas, balki bu yerlik pasliq amaldorlarga, gavchuga, harxo'rlarga adil bo'lmagan ishlar qarshi chiqyotdi. Hargizmi So'ngjan hujillar Haqqanga qarshi chiqdi deb tinib baxmadi. Haqqanning nayt sodiq, nayt cho'ng bildi, davlatning qudrat tepishni xohlaydi, davlatni suydi. Bular haqiqatan o'kti qopdi, qarshi chiqdi, lekin Haqqanga emas, so'ng sulolasiga emas. Qaranglar, ma ustulq bilan yozganni. Ya'ni bu to'g'risi tahlil qilsak, nurg'un gaplar chiqdi. Haqiqiy tushunib qalbi qatirib o'ylab baqsanglar, mushlarning taslim bo'lg'ini eng to'g'ri tanlash. En to'g'ri ish. Endi piyon qilib beqinglar, sizlar ham shunday o'ylaganlar. Shu bo'yda nomli asar qiziqtirgan do'stlar, meni qo'shilib filmning davomini